Hurmatli do'stlar, xudo xolosa bir qavatli hovuzani sotib chiqdi. Faravon to'yxona yonida yana yurtdolazda oldi 16 metr. Fasad qismlarimiz ham traviterlar urilib, chiroyli bo'lib remontdan chiqib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim deb girsak, dalonimiz bu. Dalonimiz xudo xolosa yurtdolazda hamma so'raradi bunning joyini, yana yurtdolazda. Bu yanimizda joy tushgan. Bir plan joy deyin, ikki allama joy, o'rtada dalon bo'lib tushgan. Yurtdoshda kelgandan mualliklarimiz qo'li bo'lib o'tadigan har bir narsasini e'tibor etib qaraymiz. Patologlarimiz natijnoy, devorlarimiz endi aboy bo'ladi. Bu yanimiz ayollarimiz uchun oshxonasi, kuxni mebellarimiz o'tib turibdi. Gaz plitalar, hamma narsasi. Bu gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, transportdan muammosi yo'q. Faravon to'yxonani bilasizlar, o'tgandan keyin shuylar joylashgan bo'ladi. Berimiz Saudiya hojatxonamiz bo'ladi. Hamma narsasi tayyor. Patologgacha kafel, patologlar natijnoylar hamma ishga respublika xilisi. Dalonimiz, so'ng bu yanimizga kelaversak, bu yanimiz spalnyamiz bo'ladi. Patologlarimiz natijnoyina yurtdolazin, respublika xili. Pastlarimiz laminat, devorlarimiz aboy. Bu yanimizda yana bir xona, bu yanimizda spalnya. Bu yanimizda shunda oshxona o'tgandan keyin Saudiya hojatxonasi, spalnya, ajoyibgina gap yo'q. Dalon. Berimiz mehmonxonamiz bo'ladi endi yurtdoshlar. Joyimiz narxi ekranda yoziladi, joyimiz srosh sotuvda, joyimizga like, podpisatsiya yoddan chiqarmanglar. Faravon to'yxona yonida.